Endi qavat-qavat paxlavani tayyorlab o'tirishga hojat yo'q. Og'izda ham erib ketadigan juda ham mazali pirog tayyorlaymiz. Margarin, un, razrыхлитель, kрошка qilamiz. Pesochniy xamirga smetana yoki qaymoqni qo'shib yumshoqqina xamir qorishni boshlaymiz. Xamirni tindirish uchun xolodilnikka olib qo'yamiz. Bu orada nachinka tayyorlaymiz. Maydalangan yong'oq, shakar, men magizni oldindan ivitib qo'ygandim suvga va bitta dona tuxum. Yaxshilab aralashtiramiz. Shunaqa yopishqoq massa hosil bo'ladi. Xamirimizni olib ikkiga bo'lamiz. Mana bo'lib oldim. Endi yupqa qilib ochib, listga sovolamiz va ichiga nachinkasini yupqaroq qilib surtamiz. Ikkinchi bo'lagini ham yupqa qilib ochib, shunaqa chetlarini tugib chiqamiz. Xuddi shunaqa videoda ko'rsatilgandek qilib, xuddi paxlavaga kesilgandek ustini kesib, 180 gradusda shunday qo'yib yuboramiz. Qarabsizki, yarim soatga qolmay shunaqa ham mazali pesochniy xamirli pirogimiz tayyor. Saxarniy pudraga belab olamiz. Juda ham zo'r chiqdi. Sizdan bitta like.